Tak, bugun men farzandli bo'lganimga ro'pararosa 40 kun bo'ldi. Bugun sizlarni o'zimiz bilan olib ketamiz. Shunaqami, Amirchik? Ey jonim, kulishini buni. Kelinglar, mana shu 40 kun ichida hayotim qanaqa darajada o'zgarganini sizlar bilan gaplashamiz. Oxirgi marta qachon kechasi tiniqib, maza qilib uxlaganimni umuman esimdan chiqarib yubordim. Baland poshnali oyoq kiyimlardan batamom voz kechdik desak ham bo'ladi. Ko'chaga kiyadigan kiyimlarimni farzandimga moslashtirib kiyishni o'rgandim. Ha, yana oldin telefon zo'rg'a sig'adigan sumkalar tutgan bo'lsam, hozir ichiga o'zim sig'ib ketadigan sumkalar tutishga o'tdik. Ha, mayli, nima qilay, boshimda shular ham bor ekan. Axir endi men onaman. Farzandim uchun nima yaxshi bo'lsa, hammasini qilishga tayyorman va u uchun nimalardandir voz kechish kerak bo'lsa, men albatta ketishga tayyorman. Ha, aytgancha oldin sumkamga pomada, tush, sumочка, salfetka, shunga o'xshagan mayda-mayda narsalar solgan bo'lsam, hozir katta kasha, termos, pampers, ko'ylaklar, shunga o'xshagan narsalar solaman. Hali farzandli bo'lmagan, bola boqmagan qizlar umuman qo'rqmasanglar bo'ladi, chunki men epladimmi? Men bundan oldin umuman bola ham boqmaganman. Вообще bola qarashni ham bilmasdim. Lekin o'zimni bolamga kelganda hammasini eplayapman. Va yana shu joyda sizlarni qo'rqmasligingiz uchun ham maslahat berib ketaman. Bilib qo'yinglar, uyqusizlikdan o'lmaysizlar. O'zingizga qaramay qolgan mahallarda ham hech narsa qilmaydi. Sababiki bular o'tkinchi vaziyat. Hammasi o'tib ketadi. Lekin bu farzandingizni bu beg'ubor, mehrga to'la ko'zlariga qarash bu naqadar baxt.